Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Qani Jamol menga qara, mana buni bir kiyib ko'rchi. Endi nima bo'la bu? Xo'sh, ko'rinishim qanday? Nima desam ekan, turqingni hisobga olmasa normalni. Lekin burning osilib yotibdi-yu, lekin mayli. Xullas biz bugun vulqonli orolda yashab qolishimiz lozim. Qani nimani kutyapmiz? Olg'a. Birinchi navbat uy qurishimiz kerak. Men u tomonni ko'rmoqchiman, nima bor ekan. Yaxshi, borib tekshirib kel. Men kelganingcha yog'och to'playman. Bilasanmi Jamol, men bir narsani o'ylab qoldim. Eshitishim bo'yicha bu orolda qandaydir maxluq bor ekan. Qo'ysangchi, men hech qanday maxluqlardan qo'rqmayman. Ha, boshida hamma shunday deydi. Undan ko'ra menga uy qurishda yordam bersang yaxshi bo'larmidi? Aha, xo'p biladi. Nima deb o'ylaysan? Ikkinchi qavatda ham qursakmikin? Ha, albatta, balkoni bilan quramiz. O, balkon, ajoyib fikr. Hozircha uyimizni ko'rinishi mana shunday. Ana bilmasam boshqa orollarni ham ko'zdan kechirib chiqamiz. Aha, kelishdik. Undan oldin bizga bloklar kerak. Bizga yetarlicha bloklar bor. Mana endi yo'lga chiqsak ham bo'laveradi. Jamol, sen qayerdasan? Mana men shu yerdaman, boryapman. Kimdir narigi orolga zambaday sichib ketibdi. Yo'q, men nima deyishga ham hayronman. Hech qisi yo'q. Qani bilmasam olg'a. Ha, demak hammasini o'zim qilar ekanman. Men o'ylashim bo'yicha qandaydir piramidadamiz. Ding dong, uyda kimdir bormi? La'nat, bu yerda zombi bor ekan. Qo'rqma, axir u bitta o'zi-ku. Birinchi navbat biz spawnerni sindirishimiz kerak. La'nat, bu yerda zombi bor ekan. Jamol, zombi bor ekan. Nima deysan? Zombi bor, o'ldirish kerak deyapman. La'nat, palar la'nat. Mana o'ldirdim. Bu piramidaning ichida tilla blokdan boshqa hech nima yo'q ekan. Ozgina qumdan olaylik, balkim kerak bo'lar. Mana men aytdim-ku, nimagadir kerak bo'ladi deb. Jamol, qara, endi bizning uyimizning oynalari bor. Aytib qo'yay, ikkinchi etajda men uxlayman. Tomni ishlab boshingdan oftob urdimi nima balo? Tomni yopishga yordam beraymi? Mayli, yordam bersang yo'q demasdim. Mana eshik ham tayyor. Hammasi ajoyib bo'lyapti Jamol. Men mana bu yerda nima borligini ko'rmoqchiman. Bu qanaqa qamoqxona ekan? Menimcha u yerda maxluqlarni saqlashsa kerak. Hammaga salom. Uyda kimdir bormi? Bu yerda kirayga boradigan portal bor ekan, faqat ishlamaydi. Mana men yetib keldim. Bu yerda hech kim yo'q-ku. Jamol, bu yerda sandiq bor ekan. Men bloklarni sindiryapman. Jamol, sen qayerga ketib qolding? Yellanadi. Bu yana nima bo'ldi? Bu yerda kalamushlar bor ekan. Joningdan umiding bo'lsa qochib qol. Bu yerda kalamushlar ko'p ekan, tashqariga chiqamiz. Millat. Jamol, shoshilma, sen hammasini uddalaysan. Men senga aytdim, portal ishlamaydi deb. Bu yerga bekor kelibmiz. Xullas Jamol, oynalarni qo'lga olib uyimizga teleportatsiya qilamiz. La'nat, maxluq kelyapti. Jamol, qochib qol. Nima? Qani, qayerda maxluq? Qani deyapman. Ko'chada maxluq bor, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Men mana bu yerda, mana maxluq yuribdi. Mana bu yerda maxluq yuribdi. La'nat, Jamol g'oyib. Sen la'natib baqiryapsan, men qo'rqib ketyapman. Qani, yo'q-ku bu yerda maxluq. O'ylay, agar Jamol hozir mana bu yerda maxluq kelib o'tirgan edi, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Menimcha ko'zingga ko'ringandir. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Jamol, tezroq uyga kirib olaylik, bo'lmasam la'nati maxluq yana kelishi mumkin. La'nati, men maxluqdan emas, sening gaplaringdan qo'rqib ketyapman. Ana ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Menimcha u maxluq seni shunchaki ko'zingga ko'ringan. Yo'q, men o'z ko'zlarim bilan u maxluqni ko'rdim. Men senga maxluqni rostdan ham kecha ko'rdim deyapman. Sen la'nati kecha meni yomon qo'rqitding. Hech qisi yo'q, sen ham o'z ko'zlaring bilan ko'rsang, keyin menga ishonasan. O'ylashim bo'yicha bu yerda juda ham ko'p kitoblar bor ekan. Bir ikkitasini olamiz va o'zimizning uyga yetib javonlarga teramiz. Ha, ajoyib fikr. Shunday qilsak ham bo'ladi. Jamol, nima deb o'ylaysan? Biz o'sha maxluqni yana ko'rarmikanmiz? Balkim bo'lishi mumkin. Bilmasam orqada imillab yurmasdan tezroq yo'l, qolgan orollarni ham tekshirishimiz kerak. Yo'qol bu yerda ne? Qiziq, bu yerda juda ham qiziq orollar bor ekan. Mana bu qanaqa bino ekan? Xush kelibsiz Jamolning hojatxonasiga. Olg'a, nima balo, hojatxonaga sandiq qo'yganmisan? Ha, bo'lishi mumkin. La'nat, sen hech qachon odam emaysan. Mana kech ham tushib qoldi. Mana endi qo'limizdagi oynalarni ishga solamiz. Qani olg'a, teleportatsiya qilish vaqti keldi. Qani olg'a. Xullas shunday qilib biz uygamiz. Hoy Jamol, sen qayerdasan? Nega eshik yopilmagan? Men tepadaman. Nima deb o'ylaysan Jamol? U maxluq yana kelarmikin? Men qayerdan bilaman, balkim kelar. Mana bu jannat makon orolda dam olsang ham bo'laveradi. Mana bu orolga qanday chiqsak ekan? Mana bunisidan boshlasak-chi. La'nati, nima bo'lyapti? Anilam nimalar bo'lyapti deyapman. Meni oldimda ko'zlar uchib yuribdi. Ko'zlar deyapman. Men o'zim ham tushunmayapman. Qani maxluq, qayerda maxluq deyapman? Qayerda u, ko'ryapsanmi? Yo'q, men uni ko'rmayapman. Lekin hozir ishtonimga chichib yuboraman. Qani maxluq deyapman. Xudoyim, nima edi bu? Menimcha biz baqirganimizda maxluq qochib ketishi shekilli. Xo'sh, kecha aytganimdek kitoblarni javonlarga tersak ham bo'laveradi. Kitoblarni javonlarga teramizmi yoki javonlarni kitoblarga teramizmi? Nima deysan Jamol? Meni ishlamay kallam qoldi. Menimcha biz yumshoq gubkalar oroldamiz. Xo'sh, mana bu yerda nima yozilgan ekan? Bu yerga jamollarga kirish taqiqlangan deb yozilgan ekan. Ko'p gapirma, men o'zim bilaman qayerga borishni. Sen o'zi qaysi teshikdan turib gapiryapsan? Men seni ko'rmayapman-ku.
Mana bu yerda tarvuzlar bor ekan. Mana senga olam tarvuz etagingga siqqaningcha ol. Qancha ko'p yumshoq bloklarni olsak, o'zimizga shuncha yaxshi bo'ladimi deyman. Uyni polini yumshoq gubkadan qilamiz. Men nimadir ko'ryapman. Men hech narsani ko'rmayapman. To'xtachi. Yo'q, hech narsani ko'rmadim. Nima deb o'ylaysan? Uyimizga yer osti qursak-mikin? Ana u maxluqdan berkinish uchun albatta. Men 100% gapingga qo'shilaman. Qani bilmasam olg'a, ishga kirishamiz. La'nat ye. Kimgadir bizning gapimiz yoqmadi. Jamol qochib qol. Men ikkinchi etajni yopaman. Tezroq chiq, Jamol. Baqirman shu yerdaman. Men uyda qandaydir ko'zlarni ko'ryapman. Har ehtimolga qarshi eshikni ham yopaman. Men esa oynalarni yopaman. Barakalla Jamol. La'nati nega oynalarni yumshoq gubka bilan yopyapsan? Menimcha maxluq ketdi. Jamol, bu ishga jiddiy tayyorlanishimiz kerak. Meni eshityapsanmi? Hoy maxluq, meni eshityapsanmi? Keyingi safar men seni onagina joningni ko'rsataman. Bu maxluqni og'ziga chiqish kerak. Men bir narsaga tushunmadim. Sen nega oynalarni yumshoq gubka bilan berkitding? Meni qo'limga nima tushdi, o'sha bilan yopishni boshladim. Mana bu eshikni mana bu yerga qo'yamiz, bo'ldi. Hammasi ajoyib bo'ldi. Jamol, men hozircha maxluqni ko'rmayapman. Nima deb o'ylaysan? Kech kirganda qolgan orollarni tekshirishimiz to'g'rimi? Yo'q, bu noto'g'ri. Balki maxluq kelmasa kerak. La'nati. Bo'pti, men gapimni qaytarib oldim. La'nati, yana o'sha ko'zlar. Men o'sha ko'zlarni ko'ryapman, Jamol. Har ehtimolga qarshi qo'lingga oynalarni olib tur. Oyna qo'limda turibdi. Jamol, men qo'rqib ketyapman. Har tarafda ko'zlar uchib yuribdi. Ko'ryapsanmi? Ular har tomonda uchib yuribdi. Men har ehtimolga qarshi mana bu yerni yopib qo'yaman. La'nati, u yana g'oyib bo'ldi. Bundan keyin hech qayerga kechqurun chiqmaymiz. Jamol, uyini tagida yer osti qurmasak bo'lmaydi. Arra qizg'iz charchashni bilmaymiz. Mana Jamol, yer osti bunker tayyor. Yomonmas ko'rinishi. Jamol, mana buni bunker desa ham bo'ladi. Ana bu yerni yopamiz, bo'ldi. Jamol, nima deb o'ylaysan? Tepada sharoit taxlasakmikin? Bir daqiqa, men bunkerni eshigini yopmayman. Jin ursin, buni qurish oson bo'lmaydi. Jamol, menda bir taklif bor. Kravatlarni olib cherdakka chiqamiz. Men o'ylashim bo'yicha u yer anchagina xavfsiz. Mana shunday. Jamol, endi seni navbating. Aha, tushundim. Mana, la'nati. Shunday qilib u bermayman degan ekan. La'nati juda ham kulgili ekan. Yana bir marta shunday kulsang, maxluq ham qo'rqib ketadi. Bu la'nati kalamishlar ham yurakka to'kildi. Menda bir ajoyib g'oya bor. U la'nati maxluqni qidirib topib, uni otib o'ldiramiz. Mana bu sandiqda nima bor ekan, Jamol? Eshakniki ham yo'q. Xullas, anchagina yo'l yurganimizdan so'ng mana keyingi orolga ham kelib qoldik. Nima deb o'ylaysan? Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda yozuv bor ekan. La'nati Jamol chichib ko'tini devorni qirrasiga artmasin deb yozilgan ekan. Shunday yozilgan ekanmi? Tezroq kel, men bu yerda g'orni topib oldim. Aha, mana boryapman. Xo'sh, bu yerda nima bor ekan? Sandiq bor ekan. Xo'sh, bu yerda kamon va bir dona o'q bor ekan. Menga bu chirrigan kamonni nima keragi bor? Xullas, bu la'nati g'orning ichida mana bu binodan boshqa hech balo yo'q ekan. La'nati, men yonyapman. Jamol, bir nima qil, men yonyapman. Sen la'nati, bu yerda maxluq yo'q deganding. Bu yerda boshqa maxluqlar ham bor ekan. Bo'ldi. Jin ursin, menda ham qurol borligi esimdan chiqibdi. Xullas, biz sandiq bor ekan. La'nati, men tushib ketdim. Jin ursin, anilan sen tirikmisan? Voy xudoyim, menimcha tirikman. Jin ursin juda ham baland ekan. Qani Jamol, sen ham sakra. Qani olg'a. La'nati. Salom. Jin ursin, endi bu yerdan qanday qilib chiqib ketamiz? Jin ursin. Nima, yana ko'zlar ko'rinyapti? Jin ursin, men arvohlarni ko'ryapman. Jamol, qani tezroq bu yerdan teleportatsiya qilamiz. Mana bizning chinamgina uyimiz. Anilan, men qanday ko'rinyapman? Yomon emas, ozgina kuyganga o'xshaysan. Senga qarasam ko'nglim ayniyapti. Tomni panorama qilsak nima deysan? Yomon bo'lmaydi. Mana shunday. Bunday panorama uylar faqat bizda, keyin boshqalarda. Shu menga seni turqing yoqmayapti-da. Tushunmadim, nega teskari yotib olding? Menga shunday qulay. Bilgan bo'qingi. Qanday go'zal bu olam. Mana bu yerdan bir nechta mayaklarni olaman. Men ham ushidan oldim. Menimcha shular yetsa kerak. Qani Jamol, teleportatsiya qilamiz. Jamol, sen qayerdasan? Mana men shu yerdaman. Mana. Xullas Jamol, gap bunday. Biz maxluqqa pistirma qo'yamiz. Men senga u maxluqni bir necha marta ko'rdim deb aytgan edim. Sen la'nati esa menga ishonmagan eding. Mana endi men senga buni isbotlab beraman. Xullas, biz o'zimizga xavfsiz joyni qurib, uni mana shu yerda kutamiz. Seni rejang yomon emas. Xullas Jamol, biz bazani baquvvat qilishimiz kerak. Qurollarni tayyorla. Xo'sh, maxluqni ko'ryapsanmi? Yo'q, hozircha ko'rmayapman. Xullas, men eshikni yopaman bu yerga maxluq kirmasligi uchun. Har ehtimolga qarshi bu yerni yopib qo'yaman. Qayerdan bilamiz? Balki maxluq kirib bizni orqadan o'ldirib yuborishi ham mumkin. Shunday qilganing ma'qul. Xo'sh, Jamol, sen maxluq ko'ryapsanmi? Yo'q, hozircha. La'nati. Nima edi bu? Voydon, yordam bering. Anilan, eshikni och. Juvor padaringga la'nat. Hozir bir daqiqa, men seni qutqaraman. Yana birozgina sabr qilib tur. Hozir 1 minut. 1 minut. La'nati, sen ichkariga kirib oldingmi? Nima qilishim kerak edi? Sen eshikni ochguningcha meni maxluq yeb ketishi mumkin edi. Bilmasam eshikni yopamiz. La'nati, Jamol, maxluq shu yerda. Qani ot uni deyapman. Ot deyapman. Mana hozir. La'nati, o'lib ket la'nati. Jamol, u ichkariga kirdi deyapman.
Men mahluqni eshityapman, lekin uni ko'rmayapman. Mana u la'nati, men uni ko'rdim. O'lib ket la'nati. Nimani kutib o'tiribsan, otmaysanmi uni? La'natim miltig'imni o'qi tugadi. Jin ursin, qayerga qo'yib bo'ldi? Hech qayerga ketgani yo'q, u pastda yuribdi. Mana u la'nati mahluq, men uni ko'ryapman. Qani bu yoqqa kel la'nati, men seni boshingni kirka bilan urib yuraman. Jin ursin, men uni ko'rmayapman. La'nati! Qani bu yoqqa kel la'nati. La'nati, u meni ushlab oldi. La'nati, sen meni bitta o'zimni bu yerda qoldirib ketding. Jin ursin, sal qoldi o'lib ketardim nomard. Xo'sh, Jamol, sen tayyormisan? Tayyorman, boshladik. Men uni ko'ryapman. Men eshikni yopayapman. La'nati, u oynani sindirdi. Jin ursin, men mana bu yerni ham yopaman. Qani eshikni yop, Jamol. Jin ursin, menda bloklar tugadi. Hech qisi yo'q, men o'zim yopaman. Qani tezroq cherdakka chiqamiz. La'nati, menimcha uyning ichiga kirdi. Oynalarni sindiryapti. Qani bu yerni ham yop deyapman. O'zingni bos, bu hali bu yergacha chiqqani yo'q. Jin ursin, u tepaga ko'tarilyaptimi? Bo'ldi, bu yerni yopaman. La'nati mahluq, u hamma idishlarni sindiryapti. Meni kosamni ham sindirdi. La'nati, bu yana nimasi bo'ldi? Menimcha hammasi tinch edi shekilli. Qani ko'raylikchi nimalarni sindirgan ekan. Menimcha u la'nati mahluq uyning yarmini sindirib tashladi. Yaxshi niyat qil, Jamol. Xo'sh. La'nati, u faqatgina bir dona oyna sindirgan ekan. Xudoga shukr. Xo'sh, ikkinchi etajni tekshiraylikchi. Xo'sh, eshiklar o'z joyida, oynalar ham o'z joyida ekan. Bo'ldi, hammasi joyida. Bu yana nima balo bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Avvalambor kel uyga kirib olaylik. Qani imillama, Jamol, kir ichkariga. Mana endi eshikni yopamiz. Mana endi kutamiz. Jin ursin, meni o'ldirishdi. Tushunmadim. Jamol, padaringga la'nat, sen eshikni yopmagandingmi? Qani hammang yo'qollaringga yurgan la'natli ifloslar. Jin ursin, ular bu yerda ko'p ekan. La'nati, ular chumolida yopirilib kelishyapti. Jin ursin, shular o'qib tugaydi. Men la'natlarni hozir ambulatoriyaga admin qilib qo'yaman. Menimcha ular kamayganga o'xshaydi. Jamol, sen eshikni ochasan, men ularni otaman. Tayyormisan? Tayyorman. Qani olg'a, qani la'natlar, bu yoqqa kelinglar. Bu yoqqa kelinglar.